Assalomu alaykum, mana hurmatli obunachilarim, qadrbaland qadrdonlarim, Feras agentlarining obunachilari. Bugungi obzorimiz Buxoro shahar 11-poliklinikasi atrofida yoki Rusalka restorani ro'parasida desak bo'ladi. 8 etajlik domning 5-etajda 2 xonali kvartiramiz obzoriga keldik. Obzorimiz deonacha variantda. O'sha ko'rsatib o'tamiz, keyin yana qolgan ma'lumotlarni aytamiz. Eshikdan kirgan vaqtimizda bizning faqat eshigimiz yaxshi sifatli kengina eshik qo'yilgan. Bu yoqda perxo'sh shkaf qo'yishga sharoit bor. Bemalol ana bu yoqda esa elektrik sistemalarning nimasi, avtomatlari qo'yilgan. Ana bu yerda dekorativ ishlar bo'lgan, patologimiz gipsokardon va chiroyli svitillik qo'yilgan. E'tibor beringlar, aboylar vobshe yaxshi sifatli iranskiy aboylardan qilingan. Ana bu yerda esa bizning hojatxonamiz kafil qilingan bemalol va ariston qo'yilgan. Ana bu yerda esa yuvinish xonasi qadrdonlarim. Yuvinish xonamiz ham patologgacha kafil qilib o'yinlar rakvina qo'yilgan. Bu yoq esa bizning kuxnimiz kengina, bemalol hamma qulaylikka ega. Bu yerda kuxni mebellarini qo'yib o'tirib ovqatlashga sharoit bor, bu yerda televizor qo'yishga sharoit bor. E'tibor beringlar, chiroyli lyustralar osilgan, LED pardalar qilingan. Ana bu yerda esa isitish sistemasi kotelimiz shu yerda. Bu yoq esa ana bu chiroyli qilib dekorativ ishlar qilingan narsalarni qo'yish uchun ana bu esa bizning kattagina kengina kuxnimiz. Bu yerda hurmatli opa-singillarimiz mazza qilib ishlashga sharoit bor qadrdonlarim. Yaxshi sifatli gazlardan qo'yilgan, sifatli ichkilardan qo'yilgan va akril mebellardan mebellar qilib qo'yilgan. Eshiklarimizga e'tibor bering, eshiklarimiz yaxshi. Xonalarimiz hamma joyi to'pli po'l qilingan, oyoq ostlarimiz laminat qilingan. Ana bu esa bizning yotoqxonamiz. Yotoqxonamiz ham kengina, bemalol mo'ysha abochalar qilib chiroyli qilib taxlaganlar, dekorativ ishlar bo'lgan, chiroyli lyustralar qilib qo'yganlar. Patologlarimiz natijada patolog qilib gipsokardonlar bilan uzor qo'yilib va svitilliklar qo'yilgan. E'tibor bering, LED pardalar sifatli LED pardalar qilingan. Eshik derezalarimiz hammasi sifatli. E'tibor bering, derezalarimiz akvaplast qilingan. Ana bu yoq esa bizning zalimiz ham kengina, bemalol stol 8 kishilik, 10 kishilik, 12 kishilik stol qo'ysangiz ham bo'ladi. Mo'ysha aboylar, yaxshi mo'ysha aboylar bilan ta'mirlangan va dekorativ ishlar qilingan televizor ostida. Bu yoqda chiroyli lyustralar osilgan, natijada patologlar qilingan, gipsokardonlar qilingan va LED pardalar qilingan. Qadri baland qadrdonlarim, bizning obzorimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, like papskani ayamang. Zamoncha qilib like-chani bosing, do'stlaringizga bu obzorimizni tarqating. Sizlar sababchi do'stlaringiz uylik, vatanlik bo'lishi mumkin. Bo'lmasa o'zlaringizga niyat qilib, sizlar o'ylanglar, mazza qilib, Frankning arkasidan yurgan qadrdonlarim, safarda yurgan do'st birodarlarim, opa-singillarim, shunaqa uylarni sizlarga niyat qilib, o'ylanglar, mazza qilib yashanglar. So'qqan tashang shu kvartiraga kelib yashang qadrdonim. Kvartiramiz narxini 46500 deb baholaymiz. Yana savdolashga zazochasi bor. Kvartiramizni kvadrat metr maydoni 75 kvadrat metr. Hujjatlarga muammo yo'q, sirasiz notarius qilib beramiz. Bizning obzorimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, pastga raqamlarimizni qo'yib o'tamiz. Bizda aloqada chiqishlarni so'rab qolamiz qadrdonim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Jiringi qilishingizni kutib qolamiz.